Diqqat qiling, O'zbekistonda bozordan go'sht sotib olib iste'mol qilayotgan, bolalariga ham yedirayotgan fuqarolarga tezkor xabar. O'zbekistonda go'sht narxi keskin pastlashi kutilmoqda. Mana siz kutgan xush xabar. Videorolikni barcha do'stlaringizga tezda yuboring. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda mol go'shti narxi pastlashi mumkin. O'zbekistonga Xitoydan 325 bosh naslli qoramol partiyasi yetkazib berildi. Bu turdagi qoramollar mamlakatga birinchi marta olib kelinganligi aytilmoqda. Hayvonlar 4000 kilometr ziyoddan yo'l bosgan. Ularning har biri 900 kilogrammgacha vaznga yetishi, bir yilda esa 5500 litrgacha sut berishi mumkin. Qoramollarning yana bir jihati mahalliy iqlimimizga moslasha olishidir. Bu ularni O'zbekiston sharoitida parvarish qilish va ko'paytirish imkoniyatini yaratadi, deyiladi xabarda. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang.